Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana O'zbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Yan Machado Garri Islam Makhachevni nechanchi raundda finish qilishini aytdi. Irlandiyalik UFC chempionlik kamariga da'vogar Yan Machado Garri Islam Makhachevga qarshi chempionlik jangida muddatidan oldin g'alaba qozonishni maqsad qilgan uning gaplari. Men uni 4-raundda yakunlamoqchiman. Erta nokautni rejalashtirmayapman, chunki har doim har xil agar va lekinlar qoladi, bahonalar paydo bo'ladi. 4-raundda men aytaman, men hozir buni qilaman va uni tinchitaman, dedi Garri TNT Sports'ga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz do'stlar, Makhachev va Garri o'rtasidagi jang 16 avgust tongida UFC 330 turnirining asosiy jangida o'zaro to'qnash keladi. Turnir Filadelfiyada bo'lib o'tadi. Islom avstraliyalik Jek Della Madalena ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioniga aylangan edi. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Islom Makhachev va Yan Machado Garri o'rtasidagi jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qadrli do'stlar, juda ham ko'p odamlar Islom Makhachev va Yan Machado Garri o'rtasidagi jang xuddi Conor Makgregor va Habib Nurmagomedov o'rtasidagi jangga qiyoslashmoqda. Chunki Islom Makhachev ham rossiyalik, ya'ni Habib Nurmagomedovning do'sti, lekin Yan Machado Garri Conor Makgregorga do'st emas, ammo u irlandiyalik jangchi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Ushbu jangda kim g'alaba qozondi? Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda borsa hamyurtimiz Isroil Madrimov Jayron Enisni jangga chorladi. Professional bokschimiz Isroil Madrimov chempion bilan jang qilmoqchi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga post joylashtirdi. Qani ketdik. 154 funt 69 kilogramm vazn uchun haqiqiy jang bo'ladi. Shaxsan o'zimga juda qiziq jang. Nima deysizlar deb yozib qoldirgan Islom Makhachev. Ma'lumot uchun, Enis ayni paytda WBA va WBO yo'nalishida chempionlik kamari egasi hisoblanadi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Isroil Madrimovni bu yo'lda qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Isroil Madrimov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. O'zbekistonlik UFC jangchimiz Nursulton Ro'ziboyev futbolchilarimizning jahon chempionatidagi ishtiroki haqida munosabat bildirdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi o'z tarixida ilk bor dunyo birinchiligida ishtirok etib, guruh bosqichida qoldi. Nima ham derdik? Shuncha yil deganda endi birinchi marta chiqdik. Yomon gapirayotganlar biroz o'ylab ko'rishsin. Kimlar bilan o'ynashganini. Bu safargi esa shunchaki tajriba bo'ldi. Nasib qilsa, bu yog'iga endi har doim jahon chempionatiga chiqishadi, deydi Ro'ziboyev Sportuz.tv muxbiri Mohichehra Sobirova bilan suhbatda. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham o'zbekistonlik futbolchilarimiz birinchi marta jahon chempionatida ishtirok etdi. Juda ham ko'p odamlar murabbiyni ham ayblashyapti, futbolchilarni ham ayblashyapti. Qadrli do'stlar, shaxsan mening fikrimcha, men futbolchilarimizga aybni qo'ymoqchi emasman, chunki birinchi marotaba biz jahon chempionatida, ya'ni mundialda ishtirok etishimiz va albatta u yerdagi bosimni siz muxlislar va biz bilmaymiz do'stlar. Shunchaki televizor orqasidan tomosha qilib juda ham ko'p odamlar negativ fikr bildirishyapti. Albatta bunga berilgan intervyular ham sabab bo'ldi deb o'ylayman. Nima bo'lganda ham keyingi jahon chempionatlarida g'alaba tilab qolgan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, omad tilaymiz" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, bugungi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.